Tayloq tumanidagi ishimiz 5 ta tushdi. Balandligi 4 o'm bo'ldi. Bu tomonni mana ustini g'ishin teryapti, ikki tomonni qo'shib yopmoqchi bu darvozaxona. Darvozaxonadan kirish tomonga qo'yildi. 5 ta 1 2 3 4 5. Balandligi 4 o'mdan bo'ldi hammasi. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, telefon qilsangiz qilib beramiz. Sifatli qoliplar kerak bo'lsa, uni ham qilib beraveramiz. Xitoy davlatidan birinchi qilib qoliplar olib kelamiz o'zimiz shaxsan. Tagi sokil bo'ladi. Bu tomonda betoni bilan bir xil bo'lib. Liniyalari bilan bitta liniyada bo'lamiz. Bitta liniyada hammasi.